Ramazonda yordam pullarining birinchi bosqichi yakunlandi. Ikkinchi bosqich kimlarga va qanday tartibda beriladi? Assalomu alaykum. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Ramazon oyida O'zbekistonda 616 mingdan ortiq ehtiyojmand oilaga moddiy yordam puli to'lab berildi. Bu haqda O'zbekiston Ijtimoiy himoya milliy agentligi ma'lum qildi. Prezidentning muborak Ramazon oyida ehtiyojmand aholini davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari to'g'risidagi qaroriga muvofiq moddiy yordam to'lovlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Qayd etilishicha, birinchi bosqich doirasida 616.305 ta oilaga jami 412,4 milliard so'm mablag' ajratilgan. Jumladan, 22.541 ta oilaga 1 million so'mdan moddiy yordam berilgan. Shundan 20.761 tasi davlat ta'minotidagi oilalar, 3.848 tasi yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar yashayotgan oilalar, 1.732 tasi yolg'iz yashovchi, parvarishga muhtoj keksalar hamda nogironligi bo'lgan shaxslar. Shuningdek, 38.764 ta kam ta'minlangan oilaga 500 ming so'mdan mablag' to'lab berilgan. Ikkinchi bosqichda esa ro'yxati qo'shimcha shakllantirilayotgan va hujjatlari o'rganilayotgan oilalarga moddiy yordam ajratilishi rejalashtirilgan. Xabarda aytilishicha, yordam ko'rsatish jarayoni shaffoflik va manzillilik tamoyillari asosida davom ettirilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Ramazon oyida ehtiyojmand aholi uchun Vaqf xayriya jamoat fondi orqali 750 milliard so'm hamda O'zbekiston Ijtimoiy himoya milliy agentligi orqali 300 milliard so'm ajratilishi haqida xabar berilgan edi. Shu munosabat bilan O'zbekiston ulamolari Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik maktubi yo'llagan. Siz ham ijtimoiy yordamni olgan bo'lsangiz, fikrlaringizni izohda yozib qoldiring.